Voh, buni qaranglar, kapalaklari bilan ekan. Hurmatli obunachilar, operator akamiz, yoqqa keling, mana qarang. Bunaqasini ko'rganmisizlar o'rtoqlar? Hurmatli chirchiqliklar, qaranglar. Kapalagini sal qatorroq harakat qilsanglar, kapalag bilan birga uchirib ketadigan kachaylardan bor. Narxi kelishtirib beriladigan hollarda Chirchiq darvozalari sexiga keldik. Bu yerda xilma-xil narsa, hamma narsa bor. Xohlagan uslubinglarda, xohlagan dizaynlarda qurib berishar ekan. Katta ishxonalarga, parklarga kerak bo'ladigan bo'lsa, narxlari atiga 20 million so'mdan boshlanadi. Undan pastrog'i ham bor, undan tepasi ham bor. Dizayniga qarab ekan. Mana shunaqa kachilarda kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Chirchiq darvozalariga kelaverasizlar. Manzilni tushuntiraman. Shunday yo'l yuzda Troyskiydan avtosalondan Chirchiqqa chiqib kelayotganlarda tepaga mana qurilish mollari do'konini to'g'risida yana ham yaxshiroq orientir kerak bo'ladigan bo'lsa, Izumi kafe. Izumi kafening yonginasida, yo'l yuzida. Endi bu yoqda ham ko'rsatib, sex o'zini ham ko'rsatib, mana shu yo'l yuzida tayyor turgan sex, Qahramon akamizning sexlari, ya'ni Chirchiq darvozalari bo'ladi. Bemalol makonga kirib olib